Bugun men sizga pensionerlarning juda ko'pchiligi bilmaydigan, lekin pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladigan muhim masalani tushuntiraman. Gap oddiy bir yozuv haqida ketadi. Mehnat daftarchasidagi, arxiv ma'lumotnomasidagi yoki eski ish joyi hujjatlaridagi ish staji va ish haqi haqidagi yozuv. Ana shu yozuv topilsa, ayrim pensionerlarda pensiya oyiga 200 ming, 500 ming, hatto ayrim holatlarda 20 ming so'mgacha oshishi mumkin. Bu hamma uchun bir xil kafolat degani emas. Men sizga yolg'on va'da bermayman, lekin amaliyotda juda ko'p odamlar faqat hujjati to'liq tekshirilmagani, eski ektin ish joyidan ma'lumot olinmagani yoki staj noto'g'ri hisoblangani uchun yillar davomida kam pensiya olib yuradi. Shuning uchun bu video nafaqat hozir pensiya olayotganlar, balki yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlar, ota-onasi yoki buyisi buvasi pensiya oladiganlar uchun ham juda muhim. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlarni odamlar ko'pincha kech biladi. Kech bilgandan keyin esa bir necha yil davomida yo'qotilgan pulni qaytarish qiyin bo'lib qoladi. Men avval oddiy tilda tushuntiraman. Pensiya miqdori havodan olinmaydi. U asosan ikki narsaga qarab sharhlanadi. Birinchisi odamning ish staji. Ikkinchisi uning rasmiy ish haqi va sug'urta badallari bilan bog'liq ma'lumotlar. Ya'ni siz qancha yil ishlagansiz, qaysi davrlarda ishlagansiz, qaysi ishlar imtiyozli hisoblanadi. Maoshingiz qanday bo'lgan, hujjatlarda bu qanday aks etgan, bularning hammasi pensiyaga ta'sir qiladi. Ilgari ko'p narsa qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Mehnat daftarchasi bor edi. Korxonaning kadrlar bo'limida buyruqlar bor edi. Buxgalteriyada ish haqi vedomoslari saqlanardi. Odam pensiyaga chiqqanda pensiya jamg'armasiga hujjat topshirardi, ular mehnat daftarchasiga qarardi. Mavjud ma'lumotlarni hisob-kitob qilardi va pensiya tayinlanardi. Lekin muammo shundaki, eski yillarda ko'p korxonalar yopilib ketgan, nomi o'zgargan, arxivga topshirilgan, ayrim hujjatlar boshqa tumanga o'tgan. Ba'zilari esa umuman qayerdaligi noma'lum bo'lib qolgan. Natijada nima bo'lgan? Odam aslida 35 yil ishlagan, lekin hujjatda 28 yil ko'ringan. Yoki ayol kishi qishloq xo'jaligida, maktabda, shifoxonada, zavodda ishlagan. Lekin bir davri buyruq bilan tasdiqlanmagan. Yoki erkak kishi og'ir sharoitda ishlagan, qo'shimcha imtiyoz beradigan lavozimda bo'lgan, lekin mehnat daftarchasiga lavozim nomi noto'g'ri yozilgan. Yoki ish haqi yuqori bo'lgan davrni hisobga olish mumkin edi. Lekin o'sha davr bo'yicha arxivdan ma'lumotnoma olinmagani uchun pastroq ko'rsatkich asosida pensiya tayinlangan. Mana shu joyda yashirilayotgan yozuv deganda men aynan nimani nazarda tutyapman? Bu qandaydir sirli, noqonuniy yoki kimdir qasddan yashirgan hujjat bo'lishi shart emas. Ko'pincha bu odamning o'zi bilmagan. Pensiya bo'limida esa alohida izlab o'tirilmagan eski yozuv bo'ladi. Masalan, 1980 yildan 1994 yilgacha ishlaganingiz haqidagi buyruq yoki 1996 yilda yuqori maosh olganingizni ko'rsatuvchi ish haqi ma'lumotnomasi yoki dekret ta'tili, harbiy xizmat, o'qish, nogiron farzand parvarishi, zararli ishlab chiqarishdagi mehnat davri kabi stajga ta'sir qiladigan hujjat. Hozir nima o'zgardi? Hozir raqamlashtirish kuchaydi. Ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinadi. MyTonkokkubuz orqali ayrim ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Davlat xizmatlari markazlari orqali so'rov yuborish imkoniyati bor. Arxiv idoralari ham eski hujjatlar bo'yicha ma'lumotnoma berishi mumkin. Lekin elektron bazada hamma narsa to'liq turibdi deb o'ylash katta xato. Ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillarning boshidagi ish joylari. Kolxoz-sovxozlar, kichik korxonalar, tugatilgan tashkilotlar bo'yicha hujjatlar ko'pincha alohida tekshiruv talab qiladi. Birinchi toifa, pensiyasi juda past chiqqan, lekin hayoti davomida uzoq ishlagan odamlar. Masalan, bir otaxon 38 yil ishlaganini aytadi, lekin pensiya tayinlashda faqat 27 yil staj hisobga olingan bo'lishi mumkin. Nega? Chunki 11 yil davomida ishlagan, korxonasi yopilgan, mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr noaniq. Buyruq raqami ko'rsatilmagan yoki lavozim nomi to'liq yozilmagan. Agar arxivdan o'sha korxonada ishlagani tasdiqlansa, staj ko'payadi. Staj ko'payganda pensiya miqdori qayta hisoblanishi mumkin. Ikkinchi toifa, yuqori maosh olgan, lekin pensiyasi kutilgandan past bo'lganlar. Masalan, odam 1990-2003 yillarda yaxshi lavozimda ishlagan, o'sha paytda maoshi boshqa davrlarga nisbatan ancha yuqori bo'lgan. Lekin pensiya tayinlashda eng foydali ish haqi davri emas, mavjud bo'lgan pastroq ma'lumotlar olingan.
Agar u yuqori maosh olgan davr bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi topsa, pensiya hisob kitobi o'zgarishi mumkin. Ba'zida farq juda katta chiqadi. Chunki ish haqi koeffitsiyenti pensiya miqdoriga jiddiy ta'sir qiladi. Uchinchi toifa mehnat daftarchasida tuzatishlar, xatolar, tushunarsiz yozuvlar bor odamlar. Masalan, ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q. Yoki korxona nomi bitta joyda MCJ deb, boshqa joyda eski nom bilan yozilgan. Yoki familiya nikohdan oldingi va keyingi holatda turlicha ko'rsatilgan. Ayollarda bu juda ko'p uchraydi. Bitta harfdagi farq ham ba'zan hujjatni rad etishga sabab bo'ladi. Shuning uchun nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, arxiv tasdiqlovi juda muhim. Qishloq xo'jaligida ishlaganlar, kolxoz, sovxoz, fermer xo'jaligi, shirkat xo'jaligi kabi joylarda ishlagan odamlarning hujjatlari ko'pincha tartibsiz saqlangan. Masalan, ayol kishi 15 yil paxta brigadasida ishlagan. Lekin mehnat daftarchasida faqat mavsumiy yozuvlar bor. U har yili ishlaganini isbotlashi kerak bo'ladi. Buning uchun xo'jalikning buyruqlari, ish haqi ro'yxatlari, mehnatga haq to'lash vedomoslari, arxiv ma'lumotnomalari kerak bo'lishi mumkin. Ana shu hujjatlar topilsa, staj jiddiy oshadi. 5-toifa zararli, og'ir yoki alohida sharoitdagi ishda ishlaganlar. Masalan, kon kimyo zavodi, metallurgiya, issiq seks, yer osti ishlari, ayrim tibbiyot yoki ta'lim lavozimlari, maxsus ro'yxatlarga kiradigan kasblar bo'yicha imtiyozlar bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda eng muhim narsa lavozim nomining hujjatda to'g'ri ko'rsatilganidir. Odam o'zini payvandchi deb biladi, lekin hujjatda ishchi deb yozilgan bo'lsa, imtiyozni isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun shtat jadvali, buyruq, lavozim yo'riqnomasi, ish sharoiti bo'yicha ma'lumotnomalar katta ahamiyatga ega. Birinchi misol. Oltin takis yoshli pensioner ayol 1.620.000 so'm pensiya oladi. U 1928 yildan 2010 yilgacha turli joylarda ishlagan. Pensiya tayinlanganda 29 yil staj hisoblangan. Keyin farzandlari hujjatlarni ko'rib chiqib, 1993-1999 yillardagi ish joyi stajga kiritilmaganini aniqlaydi. Sabab korxona yopilgan, muhr o'qilmagan. Arxiv so'rovi yuborilmagan. Arxivdan ma'lumotnoma olinadi. 6 yil qo'shimcha staj tasdiqlanadi. Bundan tashqari 2001-2005 yillardagi maosh ma'lumotnomasi ham topiladi. Qayta hisob-kitobdan keyin pensiya 2.220.000 so'mga chiqishi mumkin. Farq oyiga 6.000 so'm. Bir yilda bu 2.000 so'm degani. Ikkinchi misol. Erkak kishi 4 yil ishlagan, lekin pensiyasi 2.000 so'm. U o'zi ishlagan zavodda ayrim yillarda yuqori razryadli mutaxassis bo'lgan. Mehnat daftarchasida umumiy yozuv bor, lekin razryad va haqiqiy maoshi alohida ko'rinmaydi. Arxivdan ish haqi vedomosi olinadi. Unda 1997-2002 yillarda uning daromadi o'sha davr uchun yuqori bo'lgani ko'rinadi. Pensiya qayta hisoblanganda oyiga 800 million so'mga oshishi ehtimoli paydo bo'ladi. Agar yana imtiyozli ish sharoiti tasdiqlansa, farq yanada oshishi mumkin. Uchinchi misol. Ayol kishi nikohdan oldin boshqa familiyada ishlagan. Mehnat daftarchasida eski familiya bor, pasportida esa yangi familiya. Pensiya tayinlashda bir necha yil staj hisobga olinmagan. Chunki hujjatlardagi familiya mos kelmagan. U nikoh guvohnomasini, familiya o'zgargani haqidagi dalolatnoma yozuvini va arxiv ma'lumotnomasini topshiradi. Natijada oldin shubhali ko'rilgan davr tasdiqlanadi. Bu ham pensiya oshishiga sabab bo'ladi. 4-misol. Odam harbiy xizmatda bo'lgan, keyin ishga kirgan. Ba'zi holatlarda harbiy xizmat davri stajga qo'shilishi mumkin. Lekin pensiya hujjatlarida harbiy bilet nusxasi bo'lmasa yoki xizmat davri noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, bu davr hisobdan tushib qolishi mumkin. Bir qarashda 2 yil juda katta emasdek tuyuladi. Ammo pensiya hisobida har bir yil muhim. Ayniqsa odamning staji minimal chegaraga yaqin bo'lsa, 2 yil ham pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. Kimlar ko'p xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha ish joylaringiz elektron tizimda aniq ko'rinsa, mehnat daftarchangizda xatolar bo'lmasa, ish haqi ma'lumotlari to'liq bo'lsa, qayta hisob-kitob katta farq bermasligi mumkin. Lekin men baribir hech bo'lmaganda bir marta pensiya ishingizdagi ma'lumotlarni tekshirtirishni tavsiya qilaman. Chunki odam o'zi bilmagan bitta davr. Bitta ma'lumotnoma yoki bitta yozuv sababli yillar davomida kam pul olayotgan bo'lishi mumkin.
Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Chunki ko'p odamlar aynan shu yerda xato qiladi. Birinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasidagi yozuvning o'zi har doim yetarli bo'lavermaydi. Unda ishga qabul qilingan sana, buyruq raqami, lavozim, korxona nomi va muhr aniq bo'lishi kerak. Agar yozuvda o'chirish, ustidan yozish, tushunarsiz muhr, imzosiz joy bo'lsa, pensiya bo'limi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Bunga xafa bo'lish kerak emas. Bu odatiy holat. Sizning vazifangiz men ishlaganman deb og'zaki aytish emas, balki hujjat bilan isbotlash. Ikkinchi nozik jihat. Korxona yopilgan bo'lsa ham, hujjat butunlay yo'q bo'lib ketgan degani emas. Ko'p odamlar zavod yopilgan, endi bo'ldi. Hech narsa topilmaydi deb o'ylaydi. Aslida tugatilgan tashkilotlarning hujjatlari ko'pincha davlat arxiviga, tuman arxiviga, yuqori tashkilot arxiviga yoki huquqiy varis korxonaga topshirilgan bo'ladi. Shuning uchun birinchi javob salbiy chiqsa ham izlashni to'xtatmaslik kerak. Korxona nomi qaysi yillarda qanday o'zgarganini aniqlash juda muhim. Uchinchi nozik jihat guvohlar masalasi. Ayrim holatlarda hujjatlar saqlanmagan bo'lsa, stajni guvohlar orqali tasdiqlash mexanizmlari bo'lishi mumkin. Lekin bu har doim ham oson emas va hamma davrlar uchun bir xil qo'llanmaydi. Guvohlar o'sha davrda siz bilan birga ishlagan bo'lishi. Ularning o'z hujjatlari ham ishonchli bo'lishi kerak. Men odamlarga avval hujjatni maksimal darajada izlashni maslahat beraman. Guvohlar oxirgi choraga o'xshaydi. To'rtinchi nozik jihat ish haqi ma'lumotnomasi. Ba'zan staj bor, lekin ish haqi bo'yicha ma'lumot yo'q. Shunda pensiya hisobida siz kutgan natija chiqmasligi mumkin. Ish haqi ma'lumotnomasi oddiy qog'oz bo'lmasligi kerak. Unda qaysi davr, qaysi oylar, qancha ish haqi, tashkilot nomi, rahbar va bosh buxgalter imzosi, muhr yoki arxiv tasdig'i bo'lishi kerak. Agar ma'lumot arxivdan olinayotgan bo'lsa, arxiv hujjat manbasini ko'rsatish kerak. Fond, ro'yxat, yig'ma jild, varaq kabi ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Beshinchi nozik jihat. Hamma qo'shimcha hujjat pensiyani oshiravermaydi. Men buni alohida aytaman, chunki odamlar ba'zan noto'g'ri umid qiladi. Agar sizda allaqachon maksimal hisobga olinadigan davrlar to'liq kiritilgan bo'lsa, qo'shimcha 1-2 yil katta farq bermasligi mumkin. Yoki topilgan ish haqi ma'lumotnomasi avvalgi hisobga kiritilgan davrdan past bo'lsa, pensiya oshmaydi. Lekin buni taxmin bilan emas, hisob-kitob bilan aniqlash kerak. 6-chi nozik jihat. Pensiya qayta hisoblash uchun ariza kerak bo'ladi. Ko'pchilik men hujjat topdim, endi o'zlari oshirib qo'yadi deb o'ylaydi. Yo'q. Amalda siz tegishli organlarga murojaat qilishingiz, hujjatlarni topshirishingiz va qayta hisoblashni so'rashingiz kerak. Arizada aniq yozish muhim. Qaysi davr ish stajiga qo'shilishini so'rayapsiz, qaysi ish haqi davrini hisobga olishni so'rayapsiz. Qaysi hujjatlarni ilova qilyapsiz. 7-chi nozik jihat. Muddatlar. Pensiya qayta hisoblanganda oshirilgan summa qaysi sanadan boshlab to'lanishi masalasi qonunchilikdagi tartiblarga bog'liq. Ko'pincha odam hujjatni bugun topshirsa, qayta hisoblash ham murojaat va hujjat taqdim qilingan davrdan kelib chiqib ko'riladi. Shu sababli men doim aytaman, hujjat izlashni cho'zib yubormang. Har oy kechikish sizning cho'ntagingizdan chiqayotgan pul bo'lishi mumkin. 8-chi nozik jihat og'zaki javob bilan cheklanmaslik. Agar sizga bu hisobga kirmaydi, bunaqa bo'lmaydi, arxivda yo'q deyishsa, imkon qadar yozma javob so'rang. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda nima qilish kerakligi aniq bo'ladi. Balki hujjat yetishmayotgandir. Balki boshqa arxivga murojaat qilish kerakdir. Balki rad etish asossizdir va yuqori tashkilotga shikoyat qilish mumkin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Bu qadamlarni pensionerning o'zi ham, farzandlari ham bajarishi mumkin. Birinchi qadam. Bor hujjatlarni uyda yig'ib chiqing. Mehnat daftarchasi, harbiy bilet, diplom, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, tug'ilganlik guvohnomalari, eski ish joyidan berilgan ma'lumotnomalar. Mukofot yoki buyruq nusxalari, ish haqidagi qog'ozlar hammasini bir joyga to'plang. Ko'p odamlar eski papkada yotgan bitta qog'ozning qiymatini bilmaydi. O'sha qog'oz ba'zan million so'mlik farqni ochib beradi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasini sahifama-sahifa tekshiring. Qaysi yillarda bo'shliq bor, qaysi joyda ishga kirish bor, lekin chiqish yo'q. Qaysi yozuvda muhr noaniq, qaysi korxona nomi tushunarsiz. Qaysi davr sizning esingizda bor, lekin daftarchada yo'q. Ana shu joylarni alohida ro'yxat qiling. Masalan, 1996-1990 yillar Toshkent tekstil kombinati, 1994-1992 yillar Bog'bon shirkat xo'jaligi,
2002-2005 yillar. Xususiy korxona. Ro'yxat qancha aniq bo'lsa, izlash shuncha oson bo'ladi. 3-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Ulardan pensiya hisobida qaysi staj davrlari va qaysi ish haqi ma'lumotlari inobatga olinganini tushuntirib berishni so'rang. Bu yerda maqsad janjal qilish emas, ma'lumot olish. Mening pensiyam qanday davrlar asosida hisoblanganini bilmoqchiman. Agar hisobga kirmagan ish stajim bo'lsa, qayta hisoblash uchun qanday hujjat topshirishim kerak deb so'rash kerak. 4-qadam, arxivga so'rov yuboring. Buni Davlat xizmatlari markazi orqali, ayrim hollarda My.Tonkub.uz orqali yoki bevosita tegishli arxivga murojaat qilib amalga oshirish mumkin. So'rovda umumiy gap yozmang, aniq yozing. Fuqaroning FISH tug'ilgan sanasi, ishlagan korxona nomi, taxminiy ishlagan yillari, lavozimi, so'ralayotgan ma'lumot turi. Masalan, 1999 yil yanvar oyidan 1995 yil dekabr oyigacha falon korxonada ishlaganlik va ish haqi to'g'risida arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman. 5-qadam, eski korxonaning huquqiy vorisini aniqlang. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, hozirgi nomi boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, oldin zavod bo'lgan, keyin aksiyadorlik jamiyati bo'lgan, keyin boshqa tashkilotga qo'shilgan. Tuman hokimligi, soliq organlari, arxiv, sobiq hamkasblar yoki internetdagi ochiq ma'lumotlar orqali buni aniqlash mumkin. Ba'zan hujjat arxivda emas, aynan huquqiy voris tashkilotda saqlanadi. 6-qadam, agar familiya o'zgargan bo'lsa, buni albatta tasdiqlang. Ayollar ko'pincha shu sababli yutqazadi. Mehnat daftarchasida qiz familiyasi, pasportda turmushdan keyingi familiya. Bu oddiy holat, lekin hujjatlar zanjiri bo'lishi kerak. Nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lgan bo'lsa tegishli hujjat. Familiya o'zgargani haqidagi FHDYO ma'lumotnomasi. Bularni oldindan tayyorlab qo'ying. 7-qadam, ariza matnini aniq yozing. Men taxminiy mazmunini aytaman. Menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta hisoblab chiqishingizni so'rayman. Ilova qilinayotgan arxiv ma'lumotnomasiga ko'ra, falon yildan falon yilgacha bo'lgan ish stajimni pensiya hisobiga qo'shishni. Shuningdek, falon davrdagi ish haqi ma'lumotlarini inobatga olishingizni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Aslini esa ko'rsatish uchun olib boring. 8-qadam. Topshirgan hujjatingiz ro'yxatdan o'tganini tekshiring. Ariza qabul qilingan sana, kirim raqami, qabul qilgan xodim yoki elektron tasdiq bo'lishi kerak. Bu juda muhim. Ertaga hujjat kelmagan deyilsa, sizda dalil bo'ladi. 9-qadam. Javobni kuting va natijani tekshiring. Pensiya oshirilsa, yangi miqdor qachondan boshlab to'lanishi, qayta hisob-kitob qanday qilinganini so'rang. Agar rad javobi kelsa, rad etish sababi yozma bo'lishi kerak. Sabab hujjat yetishmasligi bo'lsa, qo'shimcha hujjat izlaysiz. Sabab qonuniy asosga bog'liq bo'lsa, mutaxassis bilan maslahat qilasiz. Agar javob asossiz ko'rinsa, yugurib turuvchi pensiya jamg'armasi organiga yoki sud tartibida murojaat qilish imkoniyati mavjud. Men yana bir amaliy tavsiya beraman. Ota-onangizning pensiya hujjatlarini o'zingiz tekshirib bering. Katta yoshdagi odamlar ko'pincha idora yurishga qiynaladi. Eski korxona nomlarini aniq eslay olmaydi. Ariza yozishda xato qiladi. Farzandlar yordam bersa, natija tezroq chiqadi. Ayniqsa 1990 yillar va 2000 yillar boshda ishlagan davrlarni alohida tekshiring. Chunki eng ko'p yo'qoladigan, noto'g'ri kiritiladigan yoki bazada chiqmaydigan davrlar shular. Yana bir muhim masala. Hech kimga pensiyangizni oshirib beraman deb oldindan pul bermang. Hujjat yig'ish, arxivga murojaat qilish, ariza topshirish qonuniy tartibda qilinadigan ish. Albatta, yuridik yordam olishingiz mumkin. Lekin firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar kimdir, ichkarida odamim bor, 1 million berasiz, pensiyangiz 2 millionga oshadi desa, bu xavfli signal. Pensiya hujjat bilan oshadi, og'zaki va'da bilan emas. Bugungi eng asosiy fikr shuki, pensiya miqdorini oshirishi mumkin bo'lgan yozuv ko'pincha sizning eski mehnat daftarchangizda, arxivda yopilgan korxona hujjatlarida yoki ish haqi ma'lumotnomasida yotgan bo'ladi. Uni topmasangiz, pensiya eski hisob bo'yicha qolaveradi. Uni topsangiz va qonuniy asos bo'lsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Men sizga aniq aytdim, bu hamma odamda albatta minimum so'm oshadi degani emas. Lekin ayrim pensionerlarda yo'qolgan staj, yuqori ish haqi davri yoki imtiyozli mehnat sharoiti tasdiqlansa, o'sish juda sezilarli bo'ladi. Eng yomoni odam buni bilmay, yillar davomida kam pensiya olib yuradi.
Shuning uchun buguna hujjatlarni tekshiring. Mehnat daftarchasidagi bo'shliqlarni ko'ring. Arxivga so'rov yuboring. Pensiya jamg'armasidan hisobga olingan davrlarni aniqlang. Har bir qog'ozga jiddiy qarang. Chunki oddiy ko'ringan bitta yozuv oy qo'shimcha daromad olib kelishi mumkin. Sizdagi yaqinlaringizda shunday holat bo'lganmi? Pensiya tayinlanganda staj hisobga kirmaganmi? Arxivdan ma'lumot topganmisiz? Pensiya oshganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi, buvisi, buvasi yoki pensiyaga yaqin qarindoshlari bor insonlarga albatta yuboring.